Başki. Oturaki. Ulanmaki. Yalğızki. Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını heydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti sot toşu almay, yetivaptı Savut Bay. Keklikede neygi mandınız? Kiyi hocamның toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağır sınay yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni, bir tal toң tezek. Ki keli kel. Ki öküz. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Mekke. Tep koşulsa mektep buludu. Ki mek. Tepi tep. Mektep. İkke. Ki koşulsa iki buludu. İki ik. Ki iki. İki. Öge. Rük koşulsa örük buludu. Örük örük. Örük. Mal kamal. Kemek. Tep. Ke. T-I-T V-A-Va T-I-T De-U-Du Ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke mandım. Somkanğa kempütüye başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekini et çıkıp bəgin. Kavlanın düğünü soku yiyip. Mektepten baldırak kayıtıp gelgin ha? Opa, karutumni ratlik yığıştırıp ettim. Endi mamısam keçikip kalı men. Xotin, oğlumuz qani? Köymedilim o. Eni qarısılah o mektepke ketdi. Burroq kelishni aytdingizmi? O maktabdan kelsa, ketmanni ilib arqoyliga chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilah birdam aram ele o'lib andan chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, qapsallarni men oldinda nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darisi yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilib aytding? Mana misan? Nimish qo'risizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtindak turib qara buning gapini. Uni qattiq ura. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimiz o'tib ketmoqchi bo'lma.
Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasam. Kamal tehi hiç qaytib kelmaydi o. Menmi ensirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hänim boz qaytib kepsen, senden ensirab turgandim. Balam, sana nim boldi? Sen ezelden birisi bilen soqışıp qanmaydın. Kim bilen soqışdın? Kim seni başında qattiq urdi? Yo'q opa, men urushmadim. Undaqda yüzün kök, doppan qan turdi. Bugün maktabda futbol oynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Onda emas o. Raskap qil. Sana zaten nim boldi? Eğer birisi buzaq qilgan bolsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Derhal uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr sindirdingiz. Menga o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bak yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketadi? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qizg'inim uchun oldinda to'liq xijilman. Undaq deyman dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytiraman. Rahmat o'g'lim.